Assalomu alaykum, hurmatli Nurmebel kuzatuvchilari. Xudo xohlasa mana Toshkentdan tushgan zakazlarimiz tayyor bo'ldi. Bir hoji akamiz bitta uголок mehmonxonasiga bitta divan kreslo ofisini qilib bering bo'ldi. Mana xudo xohlasa tayyor bo'ldi. Ofisni kreslosi ham, kreslolari katta-katta. Bular spalnya ham bo'ladi. Xudo xohlasa undan obzor davomida ko'rasizlar. Hop, mana birinchidan uголокdan boshlasak. Uголокimizning razmeri 4 metrga 210 bo'ldi. Arqa tomoni 210, burchaklari ham 90 graduslik. Uyni burchagiga tushadi. Ochilib qolmaydi, xudo xolasa. Shunaqa qilib bering, to'g'ri qilib berdik. Materiallari mo'yishi material. 4 metrga 210, komplektida jurnalniy stoli, nima oltinchi oyog'ini atay ajratib qo'yganmiz. Isuzuga yuklayotganda oson bo'lishligi uchun. Komplektda 3 ta taburetka, jurnalniy stol, 4 ta bolishi ham bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Mana orqalari ham 100% o'zini materialda yopilgan. Har xil qilib, dekorlari ham tallalari go'zal tushdi, xudo xolasa. Ko'rishingiz mumkin. Oyoqlari ham baland nosherdan qo'yilgan, xudo xolasa. Tozalaganda boshqada keyin baland bo'lib turadi, ko'rkam bo'lib turadi. Hop, mana divan kreslomiz, bu divan kreslo. Hop, bu divan kreslomiz razmeri, divanining razmeri 2 metr bo'ladi, ichi 1.60. Ichi 1.60 bo'ladi. Qo'l bo'lishlarining o'shi 2 metrga boradi. Kreslolari 1 metrda. Jurnalniy stolning razmeri 1.60 ga 75 bo'ldi. Bundan ko'rishingiz mumkin. Bunisini spalnya bo'ladi, buni spalnya. Mana kreslolar. Holatda shuni ochsanglar, bir kishi bemalol yotsa bo'laveradigan spalnya bo'ladi. Mexanizmlari ham yaxshi. Bular ham mana ko'rishingiz mumkin. Bunisi tikkalanadi, keyin bunisi tikkalab qo'yiladi. Divan bular. Divan ham tushunarli-ku. Yotsa spalnya bo'ladi mana. 2 kishi bemalol sig'averadi. Ichi 1.60 ga, uzuni 2 metr bo'ladi. Kreslolar ham shunaqa ochiladi. Ikkovi kreslosi ham ochiladi, divan bo'ladi. Bemalol bir kishi yotsa bo'ladi. Buni sondig'i ham bor. Sondiqlarning ichida bolishi ham bor. Bularda ham tushunarli bolishi bor. Bularda bittadan. Hozir tikkalanishini ko'rasizlar, o'ta yengil tikkalanadi. Tikkalab ko'rsating. Birinchi mana kichkina spinkasi tikkalanadi, keyin buning orqasida ularni shuni tikkalab qo'yishlar, u qadalib qoladi, shuni hisobiga turaveradi. O'tirganda ham o'ta yaxshi. Ham spalnya ham divan bo'lsin degan mijozlarimiz uchun mana ko'rishingiz mumkin. Jurnalniy stollar ham bo'ylari yaxshi baland, oyoqlari chiroyli qilib ishlangan, karishli qilib, dekorlariga moslangan. Karishli qilib ishlangan dekorga, karishli jurnalniy stoli bilan. Bunisi ham mana bunisiniki tilla bo'lgan, dekorlari, nosherlari tilla bo'lgani uchun bunisi ham tilla bo'lgan. Hozir qo'yib qo'ydik. Doğrusu abitdan chiqarib endi. Xo'p, mana bunisi nalichida bor tayyor uголокlarimiz ham bitta. Materiallari teddy material. Ko'rishingiz mumkin, teddy materiallarda bo'lmoqchi material. Nalichida bor. Bunimiz razmeri 4.30 ga 2.30, komplektida 3 ta taburetka, 4 ta bolishi, jurnalniy stoli bo'ladi. Bundagi mana qatirilmagan oyog'i, bunda qatirilgan, mana tayyor, yig'ib qo'yilgan. Yerdan samariz urib qo'yilsa qatiydi. Ko'rishingiz mumkin, xudo xolasa. Bunimizda ham orqalari o'zini materialda yopilgan, 100%. O'zini materialda yopilgan, dekorlar gold qilib ishlangan, jurnalniy stolga mos holatda. Bunimizni burchagi 90 gradusli, 45 gradusli burchak. Ya'ni doim chiqadigan burchamiz shunaqa bo'ladi. Zakazga 90 gradusli qilib tayyorlab beraveramiz.
zakaz asosida. Uni ham zakazga tayyorlab berdik. Burchak ochilib qolmasin deb mana ko'rishingiz mumkin. Binolar ham keng 60 ga 60 mm. Orqalari material. Streshlar tayyor qilib qo'yganmiz. Kimgadir kerak bo'lsa, nalichida tayyor turibdi. Keyin bunimizni ko'pchilik ko'rgan qorasi ham bor, qorasi bor. Bunisi bilan tayyor bor. Hozir jayimiz yo'l uchun tera olmadik buni. Bunisi ham tayyor bor. Qorasidan kimgadir kerak bo'lsa. Komplekt narxi, narxlarni ham aytib o'taylik. Ko'pchilik joylarning narxini aytmayapti, deyapti. Vodiy bo'ylab dastavkasi bepul 5,5 million so'mdan. Bunisi ham bunisi 90 gradusli burchak bo'lgani uchun ozgina qimmat bo'ladi, chunki rasxoti mashinaga yarasha bo'ladi bunimizni. Bu divan kresloyimizni shu turuvchi komplekt 7,5 million so'm. Bularimiz 5 million 700 ming so'm, 200 ming so'm burchakni 90 gradusli bo'lgani uchun 200 ming so'm qo'shilib qoladi. 5 million 700 ming so'm. Komplektida uvalok, jurnalniy stol, 3 ta taburetka, 4 ta bolishi ham bor. Bunimiz ham xuddi shunaqa. Bunimiz 5,5 million so'm. Burchagini oddiyligi uchun 45 gradus, bu 90 gradus bo'lsa 5 million 700 ming so'm. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqa ko'rasizlar. Nomerlarimizni yozib qoldiramiz. Xudo xolasa, kimgadir kerak bo'lsa, telefon qila olasizlar. Ismim Abdunosir. Xudo xolasa chiroyli qilib yetkazib, olib borib o'rnatib beramiz. Vodiychi bo'lsa, qolgan viloyatlarga bo'lsa chiroyli qilib upakovka qilib, bularni upakovka qilib chiqarib beramiz.